Ko'k yo'talni davosini o'qib beraymi do'stlar? 5 xil yo'li bor ekan. Mumkin sizga kerak bo'lib qoladi. Baraka topkur. Xo'pti, buni o'qing. Achchiq donak urug'ini qaynatib, 12 kun 3 mahal 50 grammdan ochiq holda ichilsa, begimon tuzalib ketadi. Ko'k yo'tal haqida gap ketyapti. Kunjut qaynatmasini, bo'tako'z qaynatmasini ichsa ham foyda beradi. Kunjut va bo'tako'z. Mol yog'ini ovqatdan oldin bir osh qoshiqdan yesa ham foyda beradi. Chuchuk miya ildizini choy qilib ichilsa ham foydalidir. Chuchuk miya, shirin miya ildizi. Tog' yalpisini 3 mahal choy qilib ichilsa ham foyda beradi. Tushundilaringizmi? Kitobning nomi Dard borki, darmon bor. Agar ko'k yo'tal bo'lsangiz, shuni saqlanib qilib oling. Xudo xohlasa bitta sizga davo bo'lib qolar. G'ulomjondan foydali maslahat. Xo'jand, Zafarobod, Tojikiston va pesh.